Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Akva alyumin dubmoko degan svetimiz. O'sha zolotoy dubni yana biri. Korishnevidan ko'ra to'qroq shkala svetga yaqin bo'ladi. Bu yerga o'xshay ikkita joyga veranda olib kelib qo'yib berdik. Bu tarafdagi terrasamiz yodiga oq 2 qavat steklo paket bo'lgan. Bu tomonda mana oltita ko'zli romimiz bor, ikkita ochilish. Bu yoqda bitta ochilish, bitta portichka, 2-3 qanot eshik berganmiz. Bu 2 qanotli eshigimiz ham steklo paket bo'lgan. Bu hozir to'g'rida ko'rinib turgan 3 bo'lak verandamiz. 1 qavat oyna bo'lgan. Podval eshiklarimiz bor. Akfa alyumin. Bu verandamiz uzunligi 7 metr, bo'yi 2,70 bo'lgan. Eshigimiz 1,20 ga 2,30. Bu yoqda 3,30 dan ikkita verandamiz bor. Bitta eshigi bor ichida. Steklo paket bo'lganimizni patagonlar bilan qo'yib berganmiz. Bir qator ligrovkalarni ko'rib qo'yamiz. Akfani o'zini zamonadan qo'yib berdik, ruchka zamonlaridan. Qulishlari yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. 2 qanotli eshigimiz ham. Ichkarida bittadan ochilish qilib berganmiz, 2 och ekasidan. Bu tomonda ham bitta ochilish qilib berganmiz. Tayyorlarga alkafon solib, bitta liniyaga tortib berdik. Stullarni ham alkafonda o'rab berganmiz, chekasini ham baquvvatdan qilib berdik. So'rini ustida bo'lgani uchun shuni ham bitta liniyaga tortib berdik hammasini. Bu ichkariga kiradigan bo'lsak, ichkarida padagonlar bilan qo'yib berdik. Ichkaridagi romlarimiz, bu yerda 2 ta ochilishi bor, katta ochiladi. Bu yerda 2 ta ochilishi bor. Bundan tashqari ko'chada bitta portichkamiz bor. So'risini ham liniyasini bittaga tortib berdik. So'rining ustiga bitta ko'zimiz tushib qolgan. Shuni ham liniyasi bitta liniyada ketdi. Chiroq chiqdi, xudo xolasa uyda egasiga yoqdi. Narxlarga keladigan bo'lsak, общий 22 millionga qilib berdik. Bu yerda bu 1 qavat verandamiz kvadrati 580 ming atrofiga tushyapti. 2 qavatlarimiz 660 ming, 670 ming atrofiga tushyapti. Eshigimiz bitta 2 qanotli standart eshiklarimiz 1,20 ga 2,30 eshiklarimiz 2 million 200, 1 qavat oynaga 2 million 400, 2 qavat oynaga chiqyapti. Bu ishimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Ko'hna Buloq mahallasiga qo'yib berdik. Kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasiz. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Hurmatli obunachilar, kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yinglar, keyingi videolarimizni ko'rib turish uchun. Xudo xolasa bundan ham zo'rlarini chiqaramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.